Siz tasvirlarda ko'rib turgan holat joriy yilning 15 fevral kuni Navoiy shahridagi Ibn Sino ko'chasida sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ko'pchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan voqea yuzasidan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, mashina egasining shaxsiga aniqlik kiritildi. 29 yoshli haydovchi yo'lda kelib chiqqan arzimas sabab tufayli jahl ustida avariya holatini keltirib chiqargan. Maslahat balandligi oldida shu 40 qora Kobultni o'ng tomonidan avyon qilib o'tib, tormoz bosib, keyin shu taqiqlangan projektor yoqib o'tib ketdim. Sabab? Oilaviy muammolar bor edi, shu sabab bizga jahl qilib o'tib ketdik. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Afsusdamiz. Uning ushbu xatti-harakatlari yuzasidan tegishli tartibda chora ko'rilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchiga nisbatan transport vositasiga qo'shimcha yoritish chiroqlari qo'yilganligi bo'yicha Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 127-moddasiga asoslangan holatda ma'muriy bayonnoma va shuningdek avariya holatini yuzaga keltirganlik sababli sizga yana Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 128-modda 5 moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilibdi. Haydovchi bilan profilaktik suhbat amalga oshirilgan holda ushbu qoidabuzarlik ortidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlar salbiy yakunlar aytildi. Yo'lda kibr va jahlga berilmaslik, shoshqaloqlik qilmaslik, boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilish yuzasidan tushunchalar berildi. Maxsus rolik namoyish etilib, qilmishidan xulosa qilishi uqtirildi.